Ko'za geometriyasi burchaklar mavzusi 8-test, ikkinchi qismi. 9-savol. Demak, bu yerda birinchi qiladigan ishimiz belgilanmagan burchaklarni belgilab olish bo'ladi. Ya'ni yuqorida ikkita burchagimiz teng ekan. Demak, bular x dan deb olsak bo'ladi. Va bizga ma'lumot beryapti. Keyingi bu burchagimiz bu burchakdan ko'ra 2 barobar kichikroq ekan. Ya'ni DSE 2 barobar kichik ekan. Demak, buni y deb olsak, bunimiz 2ta y bo'ladi. 2ta y. Endi keyingi qiladigan ishimiz. Bu joyimiz, ya'ni f burchagimiz 90 bo'lsa, buni qo'shnisi ham 90 bo'ladi. Shu yerdan biz ma'lumot olsak bo'lar ekan. X plus y'imiz 90 ga tenglaydi. Sabab hozir bu yerda mana shu uchburchagimiz to'g'ri burchakli uchburchak bo'lyapti. Demak, x y deb qo'ysam 90 bo'lishi shart. Xo'p, endi keyingi topadigan ma'lumotimiz bu yerda. Demak, ichki almashinuvchi burchaklardan ketadigan bo'lsak, bu burchagimiz x bo'lsa, demak bu burchagimiz ham x bo'ladi. Ya'ni alfa x ga teng ekan. Demak, bu yerda nima deb olsak bo'ladi? X deb olsak bo'ladi. Endi bu joyimiz 90 gradus bo'lsa, demak bu joyimiz o'z-o'zidan y bo'ladi. Chunki y ga x ni qo'shsak, necha bo'lardi? 90 bo'lardi. Endi hozir yana ichki almashinuvchi burchaklar qoidasidan ketsak, bu to'liq burchagim bu 72 bilan o'zaro teng. To'liq burchagimni hisoblasam, y'lar soni 4 ta bo'lyapti. Ya'ni 4 ta y teng bo'lyapti 72 ga. Endi bu yerdan y ni o'zini topsak, 72 ni 4 ga bo'lsak, 18 kelib chiqadi. Biz y ni topdik. Endi mana shu tenglikdagi y ni o'rniga 18 qo'yadigan bo'lsam, x ni qiymati kelib chiqadi. X teng 90 dan 18 ayirsak 72. To'g'ri javob C. 10-savolimiz. 10-savolimizda birinchi qiladigan ishimiz yuqoridagi D nuqtadan o'tadigan va D1dagi parallel bo'lgan chiziq tortib olamiz. Xo'p, chiziqni joylashtirib oldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz belgilanmagan burchaklarni belgilab olamiz. Bu burchakni y desak, bu burchak ham y bo'ladi. Bu burchakni x desam, bu burchak ham nima bo'ladi? X bo'ladi. Endi keyingi e'tibor qiladigan joyimiz. Bu burchagim bilan bu to'liq burchagim o'zaro ichki bir tomonli burchak bo'ladi. Bularning yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. 180 gradus. Demak, bundan xulosa qilib oladigan bo'lsak, bu burchak bo'lsa 180 bo'lyaptimi? Demak, mana bu burchagim 180 minus 2 ta y. Minus 2 ta y bo'ladi. Ya'ni bu oxirgi burchagim 180 minus 2y ga teng bo'lyapti. Xo'p. Endi keyingi qiladigan ishimiz. Mana bu to'liq burchagimizni hisoblasak, ya'ni yuqoridagi to'liq burchagimizni hisoblasak va buni alfa ga qo'shsak, 180 gradus bo'lishi shart. Endi hozir bu yerdan boshqacharoq tenglik chiqarsak bo'ladimi? Hozir bu yerda demak, bu ikkalasining yig'indisi 180 bo'lsa qo'shamiz. 180 minus 2 ta y qo'shilgan 2 ta x qo'shilgan alfa teng 180. Demak, menda shu tenglik bor. Men yana bitta tenglik hosil qilib olishim kerak. X minus y ni topadigan. X minus y ni topadigan tenglik hosil qilib olishimiz shart.
Endi bu yerdagi burchagimizni aytaylik, z deb olsak, z burchagimizni topsak bo'larkan. Z burchagimiz endi z ni qo'shnisi y bo'ladigan bo'lsa, 180 minus y bo'ladi z ni o'zi. Ya'ni 180 bu ikkalasi qo'shni burchak bo'lganligi uchun ikkalasini qo'shsam 180 bo'lishi kerak. Demak, buni qo'shnisi 180 minus y bo'ladi. Endi men mana bu uch burchakdan mana shu uch burchakda ichki burchaklar yig'indisini topadigan bo'lsam, 180 bo'ladi va buni tenglik qilib yozaman. Ya'ni 180 minus y qo'shilgan x qo'shilgan 50 teng 180. Bu yerda ikkala 180 lar yo'q bo'lib ketadi. X minus y ni o'zini topadigan bo'lsam, ya'ni buni o'rnashtirib qo'ydim. 50 o'ng tarafga minus bo'lib o'tadigan bo'lsa, minus 50 ga teng bo'ladi. Menga keraklik tenglik mana shu. Hozir endi boyag'ida hosil qilgan tengligimiz, ya'ni bu yerdan mana 180 larni yo'q qilamiz. Va bu 2x. Ya'ni 2 minus 2y bilan 2x ni o'rnidan alishtirsak va 2 ni chiqarib olsak tashqariga, x minus y hosil bo'ladi. Va buni alfaga qo'shsak, necha bo'ladi? Hozir 180 lar yo'q bo'lib ketgan bo'lsa 0 bo'ladi. Endi x minus y ni o'rniga minus 50 qo'ysak, 2 ko'paytirsam minus 100, o'ng tarafga olib o'tsam, alfani qiymati 100 chiqadi. To'g'ri javob D javob. Keyingisi 11-savol. Xo'p, demak 11-savolimizda birinchi qiladigan ishimiz D3 to'g'ri chiziqni davom ettirib olamiz. D3 to'g'ri chiziqni davom ettirib D2 bilan kesishtiramiz. Xo'p, demak bu ishni amalga oshirdik. Endi ichki almashinuvchi burchaklar o'zaro teng degan qoidadan foydalanamiz. Bu burchagimiz 100 bo'lsa, demak bu burchak ham nima bo'ladi? 100 bo'ladi. Xo'p, endi keyingi qiladigan ishimiz belgilanmagan burchaklarni belgilab olamiz. Ya'ni bu x bo'lsa, bu ham nima bo'ladi? X bo'ladi va keyingi berilgan ma'lumotga diqqat bilan e'tibor qilamiz. D1, D2 parallel ekan. Xo'p, buni tushundik. Endi D3, D4 ga parallel ekan. Yaxshi. Demak, bu burchagimiz bilan, ya'ni boshqa bu burchak bilan bu 2x nima bo'ladi? O'zaro teng bo'ladi. Demak, hozir bu yerda 100 bo'lsa, bu yerimiz 80. Endi shundan 80 ni 2 ga bo'lishim kerak, chunki bu to'liq burchagimiz 2x bo'lyapti. Demak, bitta x topish uchun 80 ni 2 ga bo'lsam, x teng 40 chiqadi. Xo'p, x ni qiymati 40 ekan. Ya'ni bu burchak 40 ekan. Endi uch burchakning ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus degan qoidadan foydalansak ham bo'ladi, yoki bo'lmasam ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi 180 gradus degan qoidadan foydalansak ham bo'ladi. Ya'ni bu burchak bilan bu burchakni qo'shsak 180 bo'ladi. Ya'ni 100 qo'shilgan alfa qo'shilgan 40 teng 180. Bu yerdan alfani o'zini topadigan bo'lsa, 100 dan ayirsam 80, 80 dan 40 ni ayirsam 40 bo'ladi. To'g'ri javob A javob bo'ladi. Keyingisi 12-savol. Birinchi qiladigan ishimiz belgilanmagan burchaklarni belgilab olamiz. Bu burchagimiz x ekan, demak bu burchak ham x bo'ladi. Endi bizga aytayaptiki, S burchagi bilan D burchagi ham teng ekan. Ya'ni bu burchagim y bo'lsa, bu burchagim ham nima bo'ladi? Y bo'ladi. Xo'p. Endi bu yerda keyingi berilgan ma'lumotlari, bu burchagimiz 70 gradus ekan. Ichki almashinuvchi burchaklar degan qoidadan ketadigan bo'lsak, hozir mana bu 70 burchagim bilan x im o'zaro teng bo'ladi. Shunda x ni qiymatini topishim mumkin. X teng 70. Xo'p, x teng 70 bo'ladigan bo'lsa, xo'sh, endi keyingi qiladigan ishimiz
teng qiladigan ishimiz. Hop, o'ng tarafdagi burchaklar yig'indisi, chap tarafdagi burchaklar yig'indisi degan qoidadan foydalansak bo'lar ekan. Yaxshi, yuqoridagi D1 chizig'imizni ozgina davom ettirib olamiz. Xo'p, endi shunda hozir x ning qiymati 70 bo'ldimi? Demak, mana bu to'liq burchagim 140 bo'ladi va bunga qo'shni bo'lgan bu burchagimiz 40 gradus bo'ladi. Endi o'ng tarafdagi burchaklar yig'indisi chap tarafdagi burchaklar yig'indisiga teng degan qoidadan foydalansak bo'ladi. Demak, bu tarafda 40 bilan y bor, o'ng tarafda y bilan alfa bor. Xo'p, yaxshi. Endi tenglik hosil qilamiz. Demak, o'ng tarafdagilar y qo'shilgan alfa teng chap tarafdagilar y qo'shilgan 40. Bu yerda y'larimiz yo'q bo'lib ketsa, alfani o'zi nimaga teng bo'lib qoladi? 40 ga teng bo'ladi. Shunda to'g'ri javob E javob bo'ladi. Bu 10-savol. Keyingisi 13. Xo'p, 13-imizda birinchi qiladigan ishimiz D nuqtadan o'tadigan D1dagiga parallel bo'lgan to'g'ri chiziq o'tkazib olamiz. Xo'p, chiziqni o'tkazdik. Endi bizga keyingi ma'lumot berilyapti. Mana shu ham juda ham qiziq. DE chiziq bilan, bu chiziq bilan BC parallel ekan. Mana shu narsa juda ham zarur. Ikkalasi parallel bo'lsa, mos burchaklar o'zaro teng bo'ladi. Shunda mana bu burchagimiz nima bo'ladi? 3 alfa bilan. 3 alfa bo'ladi. Endi bunga qo'shni bo'lgan burchakchi 180 minus 3 alfa bilan. Endi bu burchakni topishimiz mumkinmi? Ha, mumkin. 180 minus alfa bilan. Chunki bu taraf alfa ekan, demak bu yoqqa 180 minus alfa. Endi ichki bir tomonlik 3 ta burchakning yig'indisi 360 bo'lsa, 4 ta burchak bo'lsa 540, ya'ni 180 dan ortib ketadi. Endi hammasini qo'shib nima qilamiz? 540 ga tenglaymiz. Demak, 180 minus 3 alfa pastdagini qo'shilib 1 plus 180 minus alfa qo'shilgan o'rtada 2 ta 130, 260 bilan teng 540. Xo'p, endi bu yerdan alfalarni qo'shib olsak, minus 4 ta alfa bo'ladi teng. Xo'p, chap tarafdagi 180 ga 180 ni qo'shsak 360. 360 ga 260 ni qo'shsak, xo'p, 60 ni qo'shsak 420, 420 ga 200, 620. 540 dan endi 620 ni ayiradigan bo'lsak, minusda chiqadi javob 80. Minus 80. Endi alfani topsak bu yerda minus 80 ni minus 4 ga bo'lsak 20 chiqadi. To'g'ri javob B javob. Keyingisi 14-savolimiz. 14-savolda birinchi qiladigan ishimiz belgilanmagan burchaklarni belgilash bo'ladi. X, X, Y, Y. Endi bu yerdan X plus Y ni qiymatini topishimiz mumkin ekan. Qanday qilib topamiz? Hozir chap tarafdagi burchaklar yig'indisi, ya'ni X bilan Y yig'indisi markazdagi 80 ga teng. Demak, bu yerdan X plus Y teng 80 degan tenglik olishim mumkin. Xo'p, endi keyingi ma'lumotimiz bu yerdan buni qo'shnisi 180 minus 2x ekanligini bilishimiz mumkin bo'ladi. Shunda hozir yana hozirgi qoidani qo'llay olamiz. Ya'ni o'ng tarafdagi 180 minus 2x bilan alfani qo'shsam, chap tarafdagi bu 2 ta y bilan 110 ni yig'indisiga teng bo'lib qoladi. Xo'p, endi tenglikni amalga oshiramiz. Ya'ni alfa qo'shilgan 180 minus 2x teng. Xo'p, chap tarafimda 2 ta y qo'shilgan 110 bo'ladi.
Endi bu yerdan alfani chap tarafda qoldiramiz. Hammasini o'ng tarafga olib o'tsak. 2x bu yoqqa plyus bo'lsa, ikkita x plyus ikkita y bo'ladi. 180 ni ayirish qilib olib o'tsak, minus 70 bo'ladi. Menda x plyus y ning qiymati bor edi. Ya'ni 80 ida 2 baravari 160 bo'ladi. 160 dan 70 ni ayirsak, alfaning qiymati 97 bo'lib qoladi. To'g'ri javob D. Keyingisi 15-savol. 15-savolda ham birinchi qiladigan ishim burchaklarni belgilab olish, belgilanmagan burchaklar. Demak, bu burchagimni x desam, bu burchagim ham x bo'ladi. Bu burchakni y desam, bu burchagim ham y bo'ladi. Xo'p, demak, bu burchak ham endi x bo'lar ekan. Endi bu yerdan hozir topishimiz mumkin bo'lgan qoida. Mana yerdagi burchak topsak bo'lar ekan. Ya'ni yuqoridagi bu burchagim bilan bu burchagim ichki almashtiruvchi. Demak, bu yer nechaga teng bo'ladi? 50 ga teng bo'ladi. 50 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi keyingi topishimiz mumkin bo'lgan. O'zi biz topishimiz kerak qaysi burchak edi? S, B, G deyapti. S, B, G. Ya'ni biz topishimiz kerak ekan bu burchakni. Bizni topishimiz kerak bo'lgan ma'lumot x plus y. Mana shuni topishimiz kerak. Xo'p, hozir mana 110 ga qo'shni bo'lgan bu burchagimiz 70 bo'ladi. Shunda mana yerdagi burchak topsak bo'lar ekan. Bu burchakni topsak bo'lar ekan. Qanday qilib? Sababi bu burchak o'ng tomondagi 50 bilan yig'indisi 70 ni berishi kerak. Xo'p, demak bu burchagimiz necha bo'ladi? 20 bo'ladi. Endi ichki almashtiruvchi burchaklar degan qoidadan ketadigan bo'lsak, ichki almashtiruvchi burchaklar. Bu to'liq burchagimiz bilan bu to'liq burchagimiz o'zaro teng bo'lishi shart. Demak, xulosa qilamiz. Bu yerdan x plus y plus 20 teng ekan ikkita x ga. Endi 20 ni bu tarafga olib o'tsak, xullas bu tenglikdan x minus y 20 ga tengligi kelib chiqadi. X minus y imiz 20 ga tengligi kelib chiqdi. Endi keyingi qiladigan ishimiz umumiy to'liq burchagimiz, to'liq burchak, yoyiq burchak bo'lganligi uchun ularni hammasini qo'shadigan bo'lsak 180 ga teng bo'ladi. Ya'ni yozyapman. Ikkita x, bitta y va 50 bu nimaga teng ekan? 180 ga teng ekan. Ikkala tenglikni qo'shib yuborsak, y'larimiz yo'q bo'lib ketadi. X 3x bo'ladi. Bu 200, 200 dan 50 ni ayirib yuborsak, 150 bo'ladi. Bu yerdan x ni topsak bo'ladi. X teng 50. X ning qiymati 50 chiqdimi? X ning qiymati 50 bo'lsa, demak y ning qiymati 30 bo'ladi. Sabab 50 dan 30 dan ayirsak 20 chiqadi. Endi bizdan so'rayotgan qiymati x plus y deb qo'shsak 80 bo'ladi. Demak, to'g'ri javob B javob. Oxirgi savolimiz 16-savol. 16-savolda bizdan A, B, C, D ning yig'indisini so'rayapti. Yig'indisini beryapti ekan. Bizdan E burchagini qiymatini so'rayapti. E burchagini qiymati necha deyapti. Xo'p, demak, biz o'xshash, ya'ni ikkita parallel to'g'risini kesib o'tgan 3-to'g'ri chiziqning qoidasidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu joyimiz A bo'lsa, demak bu joyimiz ham A bo'ladi. Shundan A plus D ning qiymati 180 ekanligini topishimiz mumkin. Endi keyingi oladigan ma'lumotimiz
Xo'p, keyingisi hozir bu yerdan keyingi qanaqa ma'lumot olishimiz mumkin? A plus D teng 180 bo'lyapti. Xo'p, endi bu yerdan hozir mana bu yerda qiymati D bo'lishini topsak bo'ladi. Xo'p, buni bizga kerakli jihati bormi? Menimcha yo'q. Xo'p, demak, hozir mana shundan foydalanaylik. A plus D'dan bu tengligimiz to'liq 460 teng ekan. A plus D'ni chiqarib yuborsak, B plus C'ni qiymati nimaga teng bo'ladi? 460 dan 180 ni ayirsak 280 bo'ladi. Demak, B plus C'ni qiymati 280 bo'lsa, bitta qoida keltirib olsak bo'ladi. Uch burchakni tashqi burchaklar yig'indisi 360 gradusga teng edi. Bu yerni hozir x deb olsak, bu yerdagi mana bu uch burchagimizni tashqi burchaklari x, b, c bo'lyapti. Demak, tenglik hosil qilsak bo'ladi. Xo'sh. X qo'shilgan b qo'shilgan c teng ekan 360 ga. Menda BC ni qiymati bor. Demak, BC 280 bo'lsa, 360 dan 280 ni ayirсам, x ni qiymati nima chiqadi? 80 chiqadi. Endi x a ga qo'shni bo'lganligi uchun a ni qiymati 100 bo'lib qoladi. Demak, to'g'ri javob A javob. Shu bilan burchaklar mavzusi tugadi. E'tiboringlar uchun rahmat. Endi bu yerda bitta tushuntirish berib ketishim kerak. Bu yerda men qaysi qoidalardan foydalangan va qoidalarning isbotlarini keltirmadim. Uni xudo xolasa alohida darslar bilan kanalimizga joylab boramiz. Ya'ni faqat misollarning yechimlari emas, qoidalarni isbotlab, qayerdan kelib chiqib kelyapti, nimaga bunday bo'lyapti degan savollarga xudo xolasa javob topamiz. E'tiboringlar uchun rahmat.